Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Qo'zor tumaniga demak 230 ga 130 prinsipimizni taqib berdik. Xo'p, orqalariga buni qo'ldan yasab berdik, parkoplarini zavodskiy holatga yasaldi. Ko'rishingiz mumkin. Pechatlari bor. Mengiz ular. Bir tona 400 lik zavodskiy. Xo'p, zamoklar onlar shiviller, ramalar shiviller, tag listlari 1.6 qalin list, yonlari qalin list. Tepa profillari polni 4lik profil bo'lgan. Ostki qismlari shiviller ichiga mana qalin plankalar berilgan. Xo'p, balon holatlarimiz 15 lik razor olinayotgan holatda gazon rusor 8 lik pashka holatda qo'yilgan. Amortizator xo'p, karkas qismlari qalin qilib to'qilgan. Svarkalarga bitta e'tibor berasizlar. Qalin svarka qo'yilgan mana. Balon holatlari ideal akalar. Orqa tomon ko'rinishlari reshetkasi olib qo'yiladi 130 ga 230. Akajon, prinsipimiz ma'qul bo'ldimi? Zo'r ekan. Svarkalariga ham gap yo'q, xizmatlaringga ham rahmat. Chotki ekan. Rahmat akajon. Sog' bo'ling. Rozimisiz aka? Roziman. Bo'ldi aka. Kimga mana shunday arvoda kerak bo'lsa 88 044 70 telefon raqamiga aloqaga chiqib xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar, charchamanglar.